Bu videoda attraksionga uchib emotsiya bildirmasang yutasan challenge bo'ladi. To'xtang, yutqazgan qanaqa zayna bajaradi? Video davomida bilib olasizlar uni qanaqa qiynashimizni. Balki siz, balki men. Kim yutsa qattiq nakazani bajaradi. Bo'ldi hisob. Bo'lmasa ketdi. Bu attraksionga men emotsiya bildirib qo'ydim do'stlar. Agar 20 mingta layk bo'lsa, Rossiyada eng zo'r parkasi attraksionlari uchib ko'ramiz. Ulug'bek, hozir qaysi attraksionda uchamiz? Mamunda, bro. Bu qiziq bo'lmay qoladi-ku, boshqasini tanlasak bo'lmaydimi? Unda like bosib obuna bo'linglar, biz eng dahshatlilarda uchamiz. O'zingizga o'zingiz tanlab oldingiz, lekin bro. Bosamiz bo'lmasa. Ketdi. Let's go. O'shanda uchamiz birinchi bo'lmasa. Bro, birinchi bo'lib uchadigan narsamiz, mana bu narsa uchmaydi bunda. Короче, eng tepasiga chiqib sakrashimiz kerak. Buni qaysi qavatdan sakraymiz hozir? Buni eng balandidan sakraymiz. Chunki emotsiya bildirish bilmadim qanaqa bo'ladi. Emotsiya chiqishi uchun va qiynalishimiz uchun eng tepasidan sakraymiz. Ichlari bo'yicha 4 etajli bino bilan bir xil ekan. Buni balandligi. Shunaqa hozir emotsiya bildirish kerak emasmi bunga? Emotsiya absolyutno umuman bo'lmasligi kerak sizda. Qanday qilamiz? Endi bu o'zingizga bog'liq. Agar qila olsangiz qildingiz. Bo'lmasa yutqizdingiz hisobda. Короче, biz har xil go'rkalarda tush ko'ramiz va oxirigacha hisoblaymiz. Kim emotsiya qildi, kim qilmadi. Qilmagan odam yutadi, ko'p emotsiya qilib qo'ygan yutqizadi, oxirida жёсткий наказание bajaradi. Prям qiynaladi moshni. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, eng qiyin, eng zo'r attraksionlarni ko'rishingiz mumkin. Necha metr bu yer hozir? Yerdan so'qaganda bunisi 5 metr, keyingisi 8, oxiri 10-12 atrofida. O. O. Wow. Cho'cho, tak bemalol sakraymiz biz ham. Ketdi. Mazza-yu. Daba hozir uncha qo'rqinchli bo'lmayapti. Undan ham qo'rqinchlisiga hali chiqamiz. Oddiy ko'rinyapti-da, lekin sakraganda vashshi qo'rqinchli ekan, boru. Maksimalni emotsiyani yo'q qilib, jim tushish kerak bo'ldi. Jim prям. Emotsiya bildirmasdan tush kerak ekan. Davay. Birinchisi repetitsiya edi. Bu endi уже boshlandi. Davay. O. Bu emotsiya yo'q bo'ldi lekin. Emotsiya chiqmadi, yaxshi. O'zi eshitdingmi qarab? Balandlikni. Qale. Qichuvmi? Vallahi okeyniga hali endi. Nice. Emotsiya yo'qdi. Emotsiya tushgandan keyin qildim u narsa hisob. Atak tushib bo'lgancha qilmadim umuman, to'g'rimi? Lekin behazil Mamatdachi padarka joy ko'rinyapti-da. Oson joy ko'rinyapti, lekin chiqqandan keyin prям tushayotganda shuv qo'yapti ichlar. Atrof ko'rsatgan bitta Mamut tomonlar. Bro, qalay qo'rquvlar? Dahshatmi? Uncha qo'rquv bo'lmayapti, lekin shartni sal tortish kerak deb o'ylayman. Sal tortish? Yo'q, brat, cho'ta. Odam unaqa qilmay qo'ying. Hozir xato unaqa qilish. To'xting. Brat kesillar, normasiga qarab oling deyaptilar, eshish kerak ekan hali. Короче, jigarlar kelib uchishni maslahat beraman. Ichim shuvlayapti. Aytdim, pastdan kichkina ko'rinyapti-da, qaraqadir. Mamutda hamma joy ko'rinyapti-da. Pastga qarasam, voy, vashchi katta joy-da, boru. Ichlarim g'alati bo'lib ketib, qisib tushyapman-da. Ichkaridan past ko'rinayotgan, lekin tepadan ancha yuqoriroq. Shunaqa. Birinchi bosasiz. Davay, gaz bro, bez emotsiya. Men o'zi akrobatlikka ana qilib ko'rganman-da, bitta salto otib ko'ray video uchun. Bular sakrayaptilar, men hayajonlanib ketyapman qaraqadi. Gaz. Bu papag'am ketdi ana. Salto otgan yaxshiroqdi-da. Yomon tushmaysiz qayta. Baxilla ketdi ana. Mana galimmi? Balki tushmasmiz. Baqirmasligim kerak edi shunda, to'g'rimi? Bo'ldi, ketdi. Endi jigarlar uzunda emas. Juda uchganlar-da. Mana oldin bir 3 oldin tushib ketdilar. Ag'ir ichimaga chiqqan tepasi qarayman. Kichkina ko'rinyapti. Lekin chiqqandan keyin poni katta-da. Bilmasam baqirardim. Emotsiyada, qo'rqishdan emas. Siz gapni bilmay. Ish qilib eng aniqini aytmoqchi bo'lsalar, bular hozir emotsiya bildirib qoldilar. Bo'lgani nima bo'ldi, qoldingizmi? Endi bitta ball sizdan pastga tushdi. Bitta ball qoldilar. Mendan 0. Ha, ko'rasizlar, hali bunaqa attraksionlarga mazza qilmaymiz hali. Hali undan ham zo'rlari bu. Siz ko'rsatgan attraksionlaringizga umuman qo'rqmayapman. O'zi qo'rqitayotgan attraksion bormi bu parkada? Hozir ketyapmiz bro shunga. Ana qo'rqarkanman nima ish qilib. 100% qo'rqasiz. Mazasi qochib qoladi, chista. Ha, ko'ramiz. Bu ham shunday o'zi lekin. U oddiysi edi, bro. Boshlanishga oddiylardan qilamiz. Eng oxirida eng dahshatli borgan sari kuchayib ketyapti hozir.
bunisiga bilmayman 900 ga o'tirib qolmasangiz bo'ldi. Boraylik ko'rasiz o'zingiz. Bro, qo'rqmayman deb aytdingiz. Biz bugun mashinada uchadigan bo'lyapmiz. Bu nima qilib beradi bu hozir? Bu hozir helikopter qilib tashlaydi sizni aylantirib, bro. Maziz Hozircha qiziq ko'rinyapti. Qani ichkariga kirib ko'ramiz-da. Qiziq ko'rinyapti, lekin emotsiya bildirib yuborsangiz yutqizasiz. Bu yoqda ichkariga kamera olib chiqishimiz mumkin emas, o'shaning uchun sekretniy kameralarda videoga olishga harakat qilamiz. Ungacha like obunani bosishingizdan chiqmasin, biz tezroq 100 mingta bo'lishimiz kerak. Ketdimi bo'lmasa? Let's go. Bro, qo'rqinchli emas deb aytdingiz endi, oddiyroq ko'rinyapti deb aytdingiz. Bunga nima deysiz endi? To'ychoqga. Tepasi shunaqa ko'rinadi-da. Tepasida shunaqa ko'rinadi. Ichiga kirdik, qarochi. Hozir birovni uchiramiz, ko'ramiz kim emotsiya bildirar ekan. No, men maksimalni bildirmayman. Endi sizdan Ko'rinishiga qo'rqinchli ko'rinyapti, lekin qo'rqinchli emas deb o'ylayapman. Hozir uchib ko'ramizda endi. tushib ko'rganda bilamiz shu narsani. Shunaqa. Ketdi bo'lmasa o'tiring. Do'stlar, hozir biz telefon olib kiryapmiz, lekin egasi bilmaydi. Eng qizig'i, men endi qo'ysiz tushimga to'g'ri keladi. Vashcha bo'lib qoching. Do'stlar, video uchib qolibdi. Zato Olinguncha, balki olinguncha olinni, qolganini pastdan ko'rasizlar. Bosib qo'ydim knopkani. Necha. lekin sizda emotsiya chiqdi, menda bo'lmadi. Shunaqa. Videoda ko'rindi. Bu attraksionga men emotsiya bildirib qo'ydim. Do'stlar, agar 20 mingta like bo'lsa, men Rossiyada olamiz. Rossiyada eng zo'r parkasi attraksionlari uchib ko'ramiz. Shuning uchun like-ni bosib qo'yinglar, obuna ham bo'lib qo'yinglar. O'zingizlar ko'rdinglar negrlar nima bo'lganini. Bratim emotsiya bildirib qo'ydilar. Eng qizig'i, telefonni ataylab sizlarga emotsiyamizni ko'rsatish uchun olib kelgandim. Da. Tugmasini bilmasdan bosib, shuncha vaqt qo'lsiz telefonni ushlab syomka qilgandim. Shuncha qiynalganim. Qiyin bo'ldi, ketayotdilar deb video olinmagan ekan lekin ichida. Necha? No, zato zo'r chiqdi. Lekin pastda sen video olgansan lekin. Lekin ko'nglimga qoldi. Hali undan ham zo'rlarini hali sizlarga ko'rsatamiz. Da, qarochi aytayotdilar, agar 20 mingta like yig'sa va aktiv bomba qilib tashlasanglar, bular o'zi Rossiyadan keldilar, bizga videomizga qatnashib bergani. Rossiyada prям eng zo'r attraksionlarda uchiraman deyaptilar. Agar sizlar 20 ming like va normalniy поддержка qiladigan bo'lsanglar, Rossiyada может video olish nasib qilib qolar. Nasib bo'lsa, va'da beriladi. Eng zo'r video hali olindi. Aniq. Da, keyin olinadi. Ili gap bo'lib qochmaydi. Ikkalamizda bir ball bo'ldi, Endigina gapni asta-gina olib qochatgandim. O'xshamay qoldi. O'xshamay Mani qoldi. esimda turadi bunaqa narsalar. Qarochi bularda ham, menda ham bir ball уже. Eng ko'p emotsiya berib oxirida qarochi eplab bo'lmaydigan narsani bajaradi. Bo'ldi hisob. Ketdi. Bo'lmasa biz 3-attraksionga uchgani ketamiz, qarochi. Bro, 3-attraksionda uchdik. Ikkitasi более-менее normalniroqda. Mana menga nima deysiz endi? Bosamiz bo'lmasa. Yaxshi ekanmish qilib. Menimcha yaxshi, mendan ham baland eng qizig'i. Bunda birinchi bo'lib uchdik, ko'rdinglar. Men baqirib yubordim masalan. Endi bunda uchib ko'ramiz, balki baqirarman, balki-da yo'q. Yana bilmadim. Risk Ham ko'ramiz. bo'lmasa risk ko'rish kerak. Agar qiziq bo'lsa, gap yo'q. Da. Qiziq bo'lsa, sizlarga yo'qotgan bo'lsa, like obunani bosinglar. Biz dakansa bunaqa zo'r videolar olishda davom etamiz. Ketdi bo'lmasa tepasiga chiqaylik tezroq. Bosamiz ketdik. Ketdi. Emotsiya qilmadim. Atak zo'r ekan, bori menga yoqdi. Emotsiya chiqdi-yu, birodar, nima bo'pti? Yo'ba! Vashcha ekan ekan lekin. Zo'r-a? Menga ham yoqdi. Hidi alohida Siz yoki emotsiya bildira olmadingiz? Men endi o'rganib qoldim deb, men o'zimga olib ketdim. Qo'rqmadingizmi даже, balki? Men просто balki kayf qildim. Men ham qo'rqmadim, просто qanaqadir kayf bo'ldi-da. Atak bizga yoqdi, emotsiya bildirdingiz, уже bularda 2 ball. Menda bir jigarlar, eplab bo'lmay qoldi уже. Zerikarli hayotda bunaqa yashashdan odam zerikdi. Da, endi biz nima deysiz? Adrenalinli hayotga ketdik. Xudo xolasa biza 10 kishiga ehson tarqatamiz, ya'ni 10 kishiga. O'sha siz bilishingiz mumkin. Shu videodan eng qo'rqqan narsa mikrofon yo'qotish. Da, videoda narsalar uchun qo'rqmaymiz-da, mikrofon yo'qolyaptimi, yo'qmi qo'rqamiz. Qarochi, operator aytayotdi-da, agar kim yutqizib qo'ysa, libboy bitta ayolni tanlaydi, o'shani xohlagan attraksionda uchirish kerak deyapti-da. O'zi qator qiz bo'lsa ham mayli deyapti. Da, kampir bo'lsa ham bo'ladi deyapti-da. Kampirni amerikanskiy gorkada uchiramiz deb biz oxirga olib qo'ygan o'sha attraksionimiz bor, amerikanskiy gorka. Eng dahshati burab tashlaydigan-da. O'shani qari bujonni topamiz deb, mo'y safid bujonni deb o'shani uchiramiz. Ha, eng yaxshisi shu temani ko'rganimiz yaxshi. Da, undan ko'ra qisgan yaxshi. Chiqasam? Zipline. Mol men tepadan uchib o'tib ketadi.
Давай. Ketdik. O'rtoqlar aka netda biz zipline yetib keldik. Endi zipline uchamiz, mana uchib ketishyapti o'zi. Men uchun qiziq, bu parkni bu yoqdan Mamad yetib ketar ekan. Men bu attraksiondan ko'ra qiziqroq deb o'yladim. O'shaning uchun siz zipline uchganmisiz oldin? Yo, oldin ichganman. Lekin bitta narsani aytishim kerak. Hozir men borku, qiziq emas degan narsalarim qiziq bo'lib emotsiya bildirib Ha, qo'yapman. o'shaning uchun ham men zipline uchaylik degan variantda to'xtaman. Chunki bunda uchganman-da, bu emotsiya bermaydi. Musor narsa. O'shaning uchun zipline ham qiziqroq bo'ladi, to'g'rimi? Bo'lmasa zipline ga ketdik. Kim birinchi? Sanmi? Ha mayli. Davay, qayda bu yerda? Bitta chiqqandan keyin. Men ikkinchi, siz 3. Men uchinchi. Nice. Menga yoqdi. Wow. Mazza, video shu joyda like obunachilar chiqmasa, sразу bosib qo'yinglar. Emotsiya bildirishga Sizga emotsiya yo'qmi? yo'q-da shu. Mikrofonlar qani? Yaqinda olib qo'yapmiz. Ha? Olib qo'yapmiz mikrofonlarni. Bro, bizda hal qiluvchi raund. Aha. Eng prям qo'rqinchilisi men anchadan beri kutayotganim, lekin men o'ylayman bunday emotsiya chiqarib yuborsam kerak. Mana o'zingizlar ko'ringlar, amerikanskiy gorka eng kattasi. Bu eng kuchlisi, короче, tushunishingiz uchun. Endi mashinada uchamiz. Sizda 2 ball, menda 1. Men lekin bunda 100% emotsiya berib yuboraman. Agar siz bera olmasangiz 2 bo'ladi, necha bo'ladi? Nimadir o'ylab topforsak bo'ladi. Bo'lmasa yutqizgan bo'lasiz. Men bularga ichib, menimcha emotsiya bildirdim. Menga ham emotsiya bildirib yuborsam kerak adashmasam. Bo'lishi mumkin. Nu, ko'ramiz. Like, obunani bosib turinglar. Bo'lmasa eng qiyinida uchamiz. Let's go. Let's go. Ketdik. Boshiga o'tiramizmi hozir? Birinchisiga o'tiramiz. O'lsak birinchi bo'lamiz. Kalla tashashganmi? Bro, tayyormisiz? Tayyorman bo'lsangiz bag'am. Bizda boshlanyapti. Обязательно shunaqa kontent uchun like, подписка esdan chiqmasin. Bosish kerak. Operator cho'tan. Bo'ladi. Sal yuragim o'ynayapti. Bu o'zi chiqmoqchi emas edi, biz majburladik buni. Bola bechara qiynaladi. Ketdi gaz. Video olamiz deb. O'lib ketmasak bo'ldi. Emotsiya ko'rsatish kerak deydilar, lekin ko'rsatish kerak. Ko'rsatmaslik kerak nambari. Biza yurdik. Ana. Like obuna esdan chiqmasa bosinglar sirasi. Ketdi. Wow. Shumi? Nimalar bo'lib ketyapti? Hali yo'qmi? Вообще, men emotsiya bera olmayman deb o'yladim. Emotsiya o'zi chiqib ketdi bilmasdan. Men boshqa gap bordim lekin real. Yana kuch berarmadi. Lekin men imzoman. Ko'rdinglar natijalar qanaqa bo'lganini, oxirgisi prям vahshiy bo'ldi. Tomoqlarim og'rib qoldi даже, bro. Men mazza qildim, lekin bugunga boki, kunim zo'r o'tdi lekin. Kunimiz zo'r o'tdi. 5 ta raund bo'ldi, ko'rdinglar. Menda 2, sizda necha bo'ldi bilasizmi? Menga ham 2 choqi. 3 bo'ldi, bro. 3? 3 bo'ldi sizda. Hozir shu shot bo'yicha qolgan hisoblanamanmi? Da. Qoldingiz? Voy, qanaqa shart? Limon yeyishmi yo nimadir yeyishmi? Yo, bro, unaqa oddiy shartlar bo'lmaydi. Obunachilar ertalabdan beri syomkadamiz. Qorin itday och. Bularda ham, menda ham operator yeb qo'yaman, короче, sanida ham dotdi-da. O'shaning uchun, bro, bugun bizani to'ydirish sizni bo'yningizga yuklatiladi. Grefmi? Gref sizdan, короче. Mayli, vishtoling. Lekin addushi qiynalasiz. Uncha-munchaga to'yadigan bolalardan emasmiz. Boshqa nakazini qilmoqchi edik, lekin o'zimizga ham foyda bo'lsin, qornimizni to'ysin obunachilar, to'g'risida. Gref sizdan bugun. Da, ichim qandaydir g'ijir bo'lyapti, lekin Plyus bormi ish qilib Rossiyaga ketishga yetadimi? peshkom ketaman. Besh gap yo'q. Короче, agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa, likelarni va obunalarni bosib tashlaylar. Xuddi shunaqa video yana ko'proq chiqishi uchun обязательно obunani bosishinglar kerak. Keyingi videolarda gaplashamiz. Keyingi videolarni ham zo'r bo'lishi uchun like va podpiska tashlanglar, undan ham zo'r chiqaramiz. Da. Bro, ketdingmi grefga? Ketdi. Let's go.